Assalomu alaykum, hurmatli bo'lgan bekajonlar. Bugun sizlar bilan birgalikda mazali bo'lgan go'shtli salatni tayyorlaymiz. Buning uchun bizga kerakli bo'lgan mahsulotlar: 250 g bodring, 4 dona qaynatilgan tuxum, 350 g go'sht, 150 g qaynatilgan guruch, ko'k piyoz, 100 g makka jo'xori, mayonez, tuz hamda 150 g sir kerak bo'ladi. Birinchi o'rinda biz hamma mahsulotlarimizni qaynatib, to'g'raladiganlarni esa to'g'ra olamiz. Va kerakli bo'lgan likopchamizga qaynatilgan gurunchimizni solamiz. Qaynatilgan gurunchdan so'ng to'g'ralgan tayyor bo'lgan go'shtni solamiz. Uni ustiga to'g'ralgan sirni solamiz. Va birozgina tuz beramiz. Yaxshilab aralashtiramiz. Uni ustiga bodring, ya'ni tayyor bo'lgan bodringni solamiz. Bodringni ham birozgina aralashtirib, qaynatilgan tuxum solamiz. Ko'rib turganingizdek, bu juda ham oson, juda ham qulay. Va birozgina tuz beramiz. Tuz ham albatta tabingizga ko'ra. Makka jo'xori konservasini solamiz. Va xohlagan ko'katingizdan, ya'ni ko'k piyoz, kashnish urug'i, aniqrog'i kashnish dona, ukrop, qaysinisi sizga ma'qul bo'lsa, o'sha ko'katdan foydalanasiz. Va oxirida mayonez solib yaxshilab aralashtiramiz. Hurmatli bekajonlar, o'ylaymanki, men tayyorlagan salat sizning yaqinlaringizga manzur bo'ladi. Sizda shunga o'xshash retseptlar yoki bo'lmasam boshqa bir retseptlar bo'lsa, albatta izoh orqali yozib qoldirishingiz mumkin. E'tiboringiz uchun kattakon rahmat. Obuna bo'lishni unutmang.